Bu oyun özünüz rastlı yalğız göremsiz. Məsələ yana bir biletni satamağanlığımda. Bunu obdan bilisiz go deyman. Saat neçe dağıl kilime? Meningçe siz Xoşan şirketi bilen Yoğla şirketi tüzüşkən toxtam işlerini körüp gelin. Oyununu körüp bop, özüm qaytıp gidimen. Boludu, direktor. Sizni təbriklayman. Rəhmət. Sizni təbrikləyirəm. Rəhmət sizə. Sizni təbrikləyirəm. Rəhmət. Sizni təbrikləyirəm. Rəhmət. 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 Rəhmət.我想悄悄地走近你，谁知道踩住了玫瑰花，古丽娜。Kimni izleysiz? Direktor Sabirni izleymen. Obama. O mening o'qituvchim. O zalda. Siz texçe hiliqi naqşığı meptin bop yürüvatamsız? Siz? Sabir efendi. Konsert kecheligideki ifadem sizningcha chekdan eshib ketmagandi? Ha, yo'q, zodli undaq bo'lmadi. Sizning menga ko'rsatgan ehtiromingizga men rahmat etishim kerak dedi. Bakmi yaxshi chaladi ekansiz. Shinjongdagi xalq naqshlarini yuqori ovozli saks bilan o'rinlashning o'zi zo'r bir yangilik. Qanday his qildingiz? Ahlim lol.
tillarim gal, vücudum dal boldi. Süpətləşki bək mahir ekansiz. Siz Şanganlıq bir qız turub, bizning Şinjanning xalq naqshlarini qandaq bilasiz? Bu bir sir. Sizga nisbatan maxfiy. Agar ikimizning tanışıp qilishi taqdir iroda deyilsa, kelajakda buning sababini bilib qolasiz. Shuni anglab qoling. Men texi Davanching qizi degan naqshini ayta olmayman. Davanchingning yo'li qattiq, Tavuzi bək tatliq. Davanchingda bir yarim baha Qəmbərxan atliq. Bu naqshini qandaq o'rganib oldingiz? Ata-onam o'rgatib qo'ygan. Ota-onangiz? Shundaqmi? Sabir apandi. Mening ismimni zodil so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Kechiring, to'g'ri. Muborak ism sharifiniz nima ekan? Deb berishimga bo'ladi. Ammo sizga bir usul in'om qilaman. Usul? Mushayadimi? Bu usul zaligi. Bir necha yilning oldida ota-onam meni Misrga sharq usul o'rganishga avatgan edi. Men tasqagan usulchi bo'lib qolg'ili. Shundaqmi? Qaraganda intayin mo'l kechirmishlaringiz bordek qiladi. Bo'pti, siz in'om qilgan usulni ko'rishga taqazomi? Rahmat sizga. Marhamat. Kıyafetiniz bir az Boshqacharoq tuyulyapti, shundaqmi? Shundaq deydiganligimizni bilatdim. Meni baholashni o'tsizga keldi. Qandaqroq o'ynaydiganman? Aqlim lal tillarim gal qalsa o'ynaydi ekansiz. Endi ismingizni anlasam bo'la? Esingizda bo'lsin, familiyam Bey. Beymi desangiz bo'ladi. Nayt chiroyli qismkan. Bey mexini. Üstünüzdeki ko'ylakni nereden aldınız? Markası nima? Mona Lisa markaliq tashqi savdo sarayidan oldim. Qiz do'stingizga birini og'ingiz kelyotadi-ku deyman. Biroq bu eng oxirgisi. Men setib oldim. Bek chiroyli ekan. Buning raqti bizning yurtimizda to'qiladigan atlas degan raqqa o'xshaydi ekan. Shundaqmi? Nima degan yaxshi? Kuchingizdagi bu kiyimlaringiz bilan siz xuddi xonishlarga o'xshab qoldingiz. Andaqsizchi? Sabir direktor, kiyim almashtirib ol. Soat qancha bo'ldi? Tezroq bo'ling, bo'lmasa ulguramaymiz. Xenim, ig'ranmaydigansiz. Yo'q, azroq meg'ramayman. Belkim bilmasangiz kerak, men Şinjan mastanisi. Şinjanga berishni bekma arzu qilatdim. Naqshingizda tasvirlagan ashu tog'larni, ashu suvlarni, qaqas dalalarni, cho'ng qumliq ham ashu qarko'z qizlarni, sumbatliq kelishgan ashu yigitlarni ko'rgim ba. Siz mening qiyofatimga diqqat qilmaganmidingiz? Amaliyotda talay odamlar menga bir qarabla Uyg'ur qizlarga o'xshatdi. Shu nuqtadan ilib aytgandimi, men Şinjanga cho'qim berishim kerak. Haqiqatan mo sizning qiyofatingiz Şinjanliklarga bir az o'xshaydi. Shundaqmi? Ammo mijozingiz o'xshamaydi. Amaliyot Şinjanga bormoq bakmi oddiy ish. Urumchiga boradigan aeroplan beltidan birini olsangizlar 4 soat yetib borsiz. Ya'ni poyezd yoki aeroplanga o'ltirsangiz, janubiy va shimoliy Şinjandagi Turpanga, Qashqarga, Xotanga yetib borsiz. Bekli oson tushuntirib aytdingiz-ku.
Rastım desem Janubiy Şinjan'a bek bağım var. Janubiy Şinjan mening yurtim. Rama, ma to'g'ri gap qilishni qarang. Naqshingizda tasvirlagan Hilqi Gulnar degan qiz rasba odammi? O rastilla shuncha go'zalmi? Sabr muallim. Ha? Sabr muallim. Ziyofatliklar sizni saqlab qoldi. Sizga o'g'illik uchadigan aeroplan beltidan birini olib qo'ydik. Bahalash heyetining raisi Mariana xonim siz uchun alayda ziyofat o'rlashtirgan. Siz cho'qim berishingiz kerak. Ma'qul, tanishtirib qo'yay. Bu bizning san'at o'migidagi Xiaomilar. Bu yoq Beymi xinim bo'ladi. Şinjan'a qaytay demsiz? Yurtimni bakmi seg'indim. Qaytib ketmasam bo'lmaydi. Kechiring bey xinim. Men xo'shlashay. Siz va ota-onangizning bizning naqshimizni yoqtirganiga rahmat. Kunlarning birida sizni yurtim Janubiy Şinjanda kutaman. Xayr xo'sh. Oy. O'ylamabdim men. Bey xinim. Bu biz yo'q. Siz nega borsiz? O'tiravering. O'ylamagan bo'lg'aytingiz, Janubiy Şinjan'a boraman. Mo tasadduqlikni. Rahmat. Biroq nima qilib borsiz? Nima qilg'ili? Sayohat kichi. Ekskursiya qilg'ili, do'st topqili, hozirlanqili. Yana sizning uyingizga mehmon bo'lg'ili boraman. Qarshi olamsiz? Albatta. Yayrab ketyapman. Haras, xinim. Ilk kunki savolimga teqa javob bermadingiz. Gulnar ismli ilk qiz rasbami? Ha. Uni yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Onu naqshingizga qatqanda ko'zlaringizdan yosh agib qoldi. Shundaqmi? Shuncha yiroqda o'ltiribmi, ko'zimdagi yoshni ko'rdingizmi? Ko'maychi, chiroqning nuri ostida yaltirab ketgan tursa. Gulnar haqiqatan yaxshi qiz. Kichigimizdan birga o'sgan. Inoq do'stlardan edik. Gulnarning rastilla omadi bor ekan. Sizdek naqshchining do'sti ekan emasmi? Men faqatla bir havaskor naqshchi. Amaliyoti bo'lsa, men degan yezida ish kutib turgan yosh. Yurt qaytib berib, birer ish topaymikin deyman. Siz o'yin qo'yish shirkatining chong xo'jayini turib, Shinjinga qaytganmansiz. Andaqda shirkatni qanday qilasiz? Do'stlarimga havol qilib tijorat qilaman. Mening ko'ngil bo'ladiganim yanada yurtim. Shinjinning turmushi yaxshilangan seri meni o'stirgan ashu tog'liq yezamni shuncha seg'inib degan hayratlik, egizligi qanchalik chiqqili bo'lamdi? Albatta chiqqili bo'ladi. Nima degan yaxshi? Musha agimidan o'tsaklar bizning kentga boramiz. Shundaqmi? Hey, qaroni to'xtatib tursangiz bo'pti-kan. Qaftisga. Ayani suratga tassam bo'lamda? Ha, bo'ladi. Hatchi! Sabir. U bak chiroyli ekan. Nima ish qilsam bilan birga keldi. Boshqa maqsad yo'q. Gullarni unutib qolmagansan, u ota-onasidan kichik qolgan. Uning ustiga hammasi durust ayol emas. Hey. Sabir. Gullarni hargiz bayqavaraq so'zla. O degan Shangangdan kelgan xinim. Bizning bu yerga sayohatga keldi. Shangangdan kelgan. Sizlarning tilinglar bak yiqimliq anglanadi ekan. Biroq men bir ig'izmi tushunmaydi ekanman. Keyin cho'qib o'rganaman. Bo'lmasa sizlar mening yomon gapimni qilsanglar tushunmay go'mishdek paqirab qarab turib qoladi ekanman. Men do'st tutishga bak amroq. Siz mening Shinjongga kelib topgan tunji do'stim. Siz menga ko'proq iltifot qilib, Uyg'ur tilini o'rgatib qo'ying. Bo'lamdi, Nejat apandi? Ha? Çataq yo'q. İmkon qadar shunday qilaman. Shug'ulisi meni apandim demang. Men de qerib qolmadim. Bu atalığını keskenmez işletmem. Biz yangi tanıştık. Hecil bo'lib qoldik ekan. Men avtar
tatib kelay. Öye, bek chirayliqkan. Hey, yigitlar klub saqlab qolgan. Men ataning xabar qilib etdim. Hozircha uyga bormasang bo'ladi. Biroq bu xonimni qanday qilamiz? Avval bizning uyga aparayli. 2 kundan keyin shaharga akirib qo'yamiz. Bang'alan dadangga nima deysa? Men do'stim demaymanmi? Apam dadamlar uning turqi qarabla cho'qim uzun chash qo'yib olgan o'g'il bola ekan deb qoladi. Ay, tez kelinglar, bu yerda tog'lar ajoyib chirayliqkan. Chaqqa bo'linglar, tez. Tez bo'linglar deyman. Qaraganda uni yana bir oz kutsak bo'g'dak. Bu qiz haqiqatan sho'x ekan. Xotirjam bo'l. Uni cho'qim apirib qo'yman. Oy. Qaltis chirayliq ekan. He? U uxlab qoldi-ku. Gulnar hozir nerede? O mening bugun keladiganligimni bilamdi, bilmamdi. Atlas kiyim-kechak korxonasida. O sening qaytib keladiganligingni biladi. Qarshi ilish qo'shonimi? Aydin kenetki yigitlar qiz ko'chirib etibdi. Bugun? Men berib baqay. Qaltsa shabat qo'y. Kimning qizikan? Boshlang'uchda bizning sinfda o'qigan Malika. Aydin kentiga atliq bo'pti-da. Ay, qaranglar, kelinga cheginlarkan. Qaltisga. Bu pason bolamdı ekan. Yubka qisqa bosim bo'laverdi. Televizorda ko'rsatgan chet el modellarining yubkalari qisqa qandaq dedim Gulnar? Qarab baqamiz. Bu modani bizning kentda balkim setib oladigan odam chiqmas. Hey, Aydin kentdagi Mehmet bizning kiyimlarimizning hammasini o'ddiga oladi-ku. Taxminan har bir kiyimni 20 so'mdan satsaq, pulimi chiqishmagadek. Yo'q, ularga satsak bo'lmaydi. O'zimiz bir amal qilib, kiyimlarimizni shaharga olib borib, o'zimiz sotaylik. Bo'ladi, shunda qilaylik. Qaranglar. Nima chiroyli, nima chiroyli. Qayerdan oldingiz? Sofiyaning kiyimi chiroyli, chiroyli qatnash. Chiroyli ekan. Bizni bir to'plab birdan kiyaylik, ha? Shunda qilaylik. Chiroyli ekan. Men baqa. Qaranglar. Chiroyli ekan. Men kiyim modeliga o'xshadimmi? Bo'ldi. Men kiysammi o'xshash? Qara. Yo'qsini qisqaroq kiysa texnik chiroyli bo'lg'adek, ha? Balam, bu yoqqa chiqib, otni ig'iliq akirib etgan, chapsam bo'l. Uyda necha motosiklet tursa shuni minmay, kun bo'yi talab pishmush otni minib oladi ekanlar. Bir chikasiri odam ansirab, xotirjam bo'lolmaydi ekan. Momayla, bu oyladimi bekrak ansiz keladi ekan. Sabir keldimi? Biroq kelishmaslik bo'lmagandı. Oy, doim og'zini ushtibli yuradi ekanlar. Kelib qo'llarini juvaslar. Sabir kelib oldi bilan klubga ketdi. Yana bir yosh bolani boshlab kelibdi. Og'aynam deydi. Qandaq og'aynis ekan? Hali qaday qo'shindikilar emas-tu? Oy, to'la gap qilmisizlar. Tog'a. Hada. Ha. Sabirning do'sti. Biz bir obdan chiqishib qoldik. Shunga men Aslida qiz bola ekansizda. men aslida qiz bola. Qiz bolani o'g'ilga o'xshatganini qaraganda ko'zingning obdalla dadi bor ekanda. Uningga bu ham muvofiq emas bilib otamsan. Sabir qaytib kelsa, uni boshqa bir yerga o'rlashtirib qo'ysin. Ammo hozircha uningga so'g'aq mobil qilib qo'yma. Qandaqli bo'lmasin, mehmon emasmi? Ma'qul. Choydimla. Keling.
o'ltiring. Tatinmang. Muzika anglab o'ltirib turing, ha? Mama, Gülnar adamımızın öğütürüp keliyotudu. Şundaqmı? Hadi, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, manqarslar. Sizlarcha taloq chiqib o'yinlab kirsizlar. Bo'lmasa, qiz bola tatinib qolmasin. Ma'qul, ma'qul. Qo'y kez. Asta. Yaxshiroq ishlanglar. Naqsh etmanglar. Manqarslar. Gulnar kelib o'tibdi. Men berib tayyorlik qilay. Ma'qul, ma'qul. Gulnar kelgicha ov qiz o'zini daldiga olsin. Uqdingmi? Chapsam bo'l. Buni men beraman. Sizlar taloq chiqib qolmasizlar. Mana. Qizim, rostilla bak chiroyli ekansiz. Uy kirib o'ltiraylar. Ma'qul. Rahmat sizga. Mayaqda meni hujram kirib o'ltirayli. Har qanday ish bo'lsa mutolaaga chiqman qizim. Bo'lmasa bizning oilamizning cho'ng ishiga ta'sir etib qoladi. Meni afv qiling. Hada, men hujrda aram olaymikin, yana ko'rdigan bir muncha materiallarim bor. Azroq ko'z yummasam bo'lmaydi. Ummo bo'ladi qizim. Oilada har qanday ish bo'lsa-mu chiqmayman deb men va'da beramsiz. Xotirjam bo'ling, hada. Adam geldi. Voy bu. Tinchlikmi cho'ngana? Tinchlik qizim. Xudoga shukr. Hammamiz tinch turdik. Hanim bo'z vaqt chiqirib, meni yo'qlab kelibsiz. Qani, uy kirayli. Sabirmi Shinjingdan qaytib kelib, Pelaraqda sirtqa chiqib ketgan qizim. Sizlar uzun bo'ldi ko'rishmagili. Uy kirib saqlab o'ltiring. Hozirlik kelib qoling. Qani, uy kirayli. Qani. Qizim Gulnar, mehmonxonaga kirayli. Avar bo'lmaslar, cho'ngana. Sabr qaytib kelgicha o'ylada o'ltirib tursam bo'ladi. Ya bo'lmasa sizlarga yordamlashing. Rahmat qizim. Uyda mehmon bormi? Yo'q, mehmon yo'q. Boya tog'ingiz ikkimiz choy ichgach paranglashgandik. Qani. Cho'ngana, Sabrning uyiga buyurtgan pardani tikib keldim. Esib ko'rib boqaylimikin? Bir ko'rib boqay. Pek chiroyli ekan. Chiroyli ekan qizim. Sabr kelganda billa taqab ko'rib boqasizlar. Uning ustiga ochqushni tog'ingiz akitib qopti ekan qizim. Qani, dasxon keling, keling. Çatak oldu. Xo'jayinim sinib ketdi. Xo'jayinim sinib ketdi. Ovaylanglar. Gülnar. Gülnar. Yaxshimisiz? Bek chiroyli ekansiz. Mama, 1
qanaq bilasiz? Sabirning naqsidan anglagan. Siz onun bilan birga keldingizmi? Ha, biz bir aeroplanda, bir avtobusda, bir atarosida birga keldik. Meni bu yerga u boshlab keldi. Gülnar, chapsan ishkini aytchang, biz berib Sabirni tepib kelayli. Sabirni asli siz yoshirib qo'yatgansiz-da. Kechiring. So'rab olay. O'zingiz kim bo'lasiz? Men uning do'sti. Shundaqla sizning do'stingiz. Bilib turib so'rdi deb o'ylab qolmang. Siz ermi yoki ayolmi? Buni so'rash ketmaydi. Qarang, menmi sizga o'xshash ayol puhra. Emisa, chechingiz qini. Mana Meniki qarang. Qiz bolaning chechi mana shunday bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ha, nima degan chiroyli o'rimchashlar bu? Apu qiling. Siz mening do'stim emas. Sabr sizni hujrasiga solab qo'ygan bo'lsa, siz u qaytib kelib kutib turing. Xayr, xo'sh. Uy, Gülnar, gapimni anglang. Hay! Gülnar! Nur tağamning ailesini aytayli. Cho'ng qizi O'rimchiga yatliq bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi qizi Neftlikka yatliq bo'ldi. To'rtinchi qizi Eliq Anarguldek chiroyli malikaning kenidan men to'p-to'g'ri 2 yil 4 oy 6 ga qo'g'lashdim. Ammo to'ligin Aydin kentga Eliq yakki tijoratchi mashina bilan kelib olib ketdi. Albatta, pul yo'q-da. Boy emas menda. Hozir kimning yaxshi kun ko'rgisi yo'q deysizlar? Agar men bir qiz bola bo'lib qolgan bo'lsam, sizlardek alantoshlarga hargiz tegmaydim. Ömür boyu boyta qatishlashim. Hey, Qurban, araqdan bir ishki bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Yo'q. Ağilla. Aydın kent asli bizning maliga yetmaydi. Bugun ana shundaq bo'la olishi ularning jafoliq emgak qilganligining natijasi. Ammo biz bir qo'limiz bilan jafoliq emgak qilgan bo'lsaqmi, yana bir qo'limizni bekachilik sarf qilyapmiz. Agar har ikki qo'lni emgak sarf qilgan bo'lsak, cho'qim beyib ketadiq. O chaqda bizning qo'yashlik kanetmi bosh ko'taralaydi. Hozir bizda at harbi bor. Ularda bo'lsa mashina bor. Bizning hozir yeb ichadiganimiz bor. Xalqlar ilm-fanga yurish qilyapti. Yezi korxonalarini quryapti. Xalq hozir cho'ng ishlarni tavirtib pul tepyapti. Do'stlar, 10 ming yuanlik, 100 ming yuanlik, million yuanlik oila deb nom olgan oilalarmi chiqyapti. Shinjini tilga olmayli. Jan o'zidimi chiqyapti. Şuna perişan bo'p ortiqcha og'rinmayli, ha? Hergiz ishonchimizni yo'qotmayli. Biz texi yosh. Yoshlik bahorimiz jo'sh urib turyapti. Bizmi qo'sh qo'llab jangga atlansak, qo'yashlik kentimizda qo'yash nur chaqin talaymiz. Cho'ng ishlarni tavirtalaymiz. Qoldaq dedim. Sabir. Qani amsa Gulnar yoqtiradigan bahor degan usulni o'ynab o'tmamsa? O'yna. Gülnar. Sizni shahardagi rangdar modi kiyimlar ko'rgazmasiga taklif qilaman. Boramsiz? Kechiring, bugun kechdi boshqa ishim bor. Gülnar. Rayhon kichik opamdan avatgan narsalarimni ko'mdingizmi? Siz madaniyatli kishi, shunga o'zimning tanlashiga hurmat qilishingiz kerak. Mening ma'qulligimni olmay turib, menga sovg'at avatganligingizning o'zi men qilingan behurmatlik. Buni darhol tuzib biling. Xayr, xo'sh.
To'xtab turinglar, men beribli kelay, ha? Hozirlik kelaman. Hozirlik kelaman. Sabir. Çapsan berip onu tushundirib qo'ygan. Bu yerda men bor, ha? Sabir, chapsan bor. Kelinglar, o'ynaylik. Gulnar. 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 Sizni bek sig'indim. Bo'ldi, yig'lim so'zlaringizda demayli qo'ying. Hali qusulnimi o'ynag'ichi bo'lma. Nemishqa? Hey, Leyli, al Sabir taqingiz bilan Gulnar hadingiz qo. Shukr. Leyligül, aldığınızdaki 2 qavat bina boğunuz davalanıvatqan shifoxonaga deyman. Shu. Siz berib turing, men hozirla boraman. Ma'qul emisa. Sal turib ko'rishaylik. Gulnar, manga ayting, biz nemishqa bodi kelqilmaymiz? Sabir, siz sirti yurib, ko'zingiz ochildi. Ko'pni ko'rdingiz. Ish qilib, zamonaviy yoshlardan bo'lgandan keyin nimalar qilsangiz bo'laverdi. Siz qiz do'stingizni Shinjongga, Qo'yashliq kentiga, texi uyingizga olib kelibsiz. Uni ozdab, hujringizga solab qo'yibsiz. Shundaq turg'iliq bu yerda yasalmalik qilib o'yin o'ynashning nima hojati? Gulnar, nimalarni da'vatsiz? Men hozirlik keldim. Og'inlar bilan birdan paranglashdim shu. Shunglashqa. Ish qilib, bundan keyingi vaqtim sizga taalluq. Mening sizdan boshqa hech qanday qiz do'stim yo'q, ha? Emisa, nemish quni hujringizga solab qo'ysiz? Men? O opamdan qilgan ishi. Men bilan qilchi munosabatsiz. O boshqa bir ish. O bir Shinjong mastanisi ekan. Shinjongni ko'gil keldi. Sayohat qilib do'st tutmoqchi. Uning orzu armonlari qondirsaqla bo'lmadimi? Ha? Gulnar. Uning mijozi bek obdan ekan. Chirim. Dadangiz doktorxonada yetib qoldi. Nima? Kesir ig'irmi? Ancha emas. Tez boraylik. Sabir efendi. Beymi? Yaxshimisiz, Gulnarxon qiz? Yaxshimisiz? Bir qarabli Gulnarni tanib olibsiz-da, ha? Sizning sevgan qizingizda, xuddi naqshingizda tasvirlagandek ham go'zal, ham o'maq ekan. Gulnar qiz, biz do'st bo'lib qolaylik. Yo'q, yemayman. Nera opa? Anda bo'lsa, choy isla. Ichmayman. Nera opa qandayman? Nera opa. Ma'qul. O'yning nerlar teqsas. Umumiy qayilatam deya. Bo'ldi. Og'riqchi hozir to'xtaydi. Qalaymiqam medirman. Bo'ldi, jim eting. Jim eting. Dada. Opa, bo'ldi, jiddiyleşme. Dada. Meni ko'gili kelib nima qilatding, ha? Berib naqshangni ayt, o'ynoni o'yna. Kichigingdimi kapsizlik qilib, doim jidal terib yuratding. Cho'ng o'g'andimi o'pni o'xshash. Qachonmi cho'ng bo'lasankin tan. Daqsiz qandaq bo'ladi? O'g'lingiz sizni yo'qlab kelgan do'stlar. Putingiz yana og'riyotamda. Uyga chiqqandan keyin obdan arameling. Obdan aramasangiz, putingiz taltuk saqayib ketadi. Bo'lmasa bundaq chichilib yursangiz, putingiz hargiz saqaymaydi. Xo'shamsa, men chiqib ketay, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Dada, Abjah korxonadagi mashinangizni yangi ishlamedingizmi? Nima deding? Abjah korxona, u degan zavod, uqdingmi? U degan zavod. Abjah olsa nima bo'pti? Uni ati bo'g'laringning menga baginiga 80 yildan ochdi. Bir kunmi bekor turg'ini yo'q. Bir obdan tomamdi. Nemishqa yangishligidakman. Biroq sirtlarda yana heliqi Shinjong. Og'zingni yum. Yoqiyor degan yoqiyor, Shenzhen degan Shenzhen, bu degan Qo'yashliq kanit. Burun har kuni go'sht, yog', sut, qaymoq yeyalay tuqma. Bizning pul topmag'imiz oson emasdi. Ashu abjah mashina bilan topgan pulni xajlab yuryapmiz. Uni hargiz almashtirishga bo'lmaydi. Mening zavodim har yili pul topadi. Mahsulotlarimni har kuni oladigan odam chiqadi. Dada, putingiz saqaygandan keyin sizni opirib haq ishlagan mahsulotlarni ko'zitib kelaman. Haq degancha ishingni qil. Hech nega bormayman.
Dünyada quyoshli kanatdek yaxshi yer yo'q. Men hech nega bormayman. Hech nega bormayman. Sana şunu deb qo'yay o'g'lim. Quyoshli kanat mening oromgohim. Quyoshli kanat dunyodagi eng go'zal joy. Sizga shuni desam, bizning bu yerning suvlari alvak, yeri mumbat. Qizchaq, o narsangizni menga to'g'rilamang. Men qeridim. Yosh bolalarni tatdim, ha? Xotirjam bo'ling, tag'a. Sizni chiroyli tatishga hurmat qilaman. Shundaqmi? Qarang, apparatga qarasangiz, shundoq chiroyli chiqsiz. Qarang, mushunga qarang, ha? Kuling, azroq kuling. Moyoqqa qarang deyman. Sizningcha dadamning aytganlari to'g'rimi? Tağamның aytqanlari to'g'ri. Hozir kentimizda oshnamuratlar qolmadi. Turmushimiz yaxshilanib qoldi. Siz xeyli yillardan beri kiyim tikyapsiz. Pul yig'aldingizmi? Pul. Yeb ichishga, xajlashga yetadi. O qandaq bo'lg'ini? Ishxonangizni taraqqiy qildirib, kiyim-kechak korxonasiga aylantirish kerak. Mahsulotlaringiz butun Shinjongda, ya'ni davlat bozorlarida setilishi kerak. O'yin tomoshangiz uchun pul bo'lishi, ya'ni puldan bahramand bo'lishingiz kerak. Sabir aka, men pul tepish uchun kiyim tikmayman. Yeni kelib. Davering. Sabir aka, o'yin tomosha uchun pulni buzib chachqili bo'lamda. Meningcha siz yomon o'ginib qopsiz. Yo'q. Siz o'zingiz yashashning ahamiyatini tushunmaydi ekansiz. Men sizga qaraganda ko'p narsalarni bilib ketdim. Boyasha turmush kechirishni ko'zlamasak, pul uchun kurash qilib nima qilamiz? Bunda qiling. Ha, sık polo geldi. Qani aka. Apam poloni karamat o'qishib etadimi? Shundaq mezlik. Qani, sig'ini tatmay ya. Ilala. Deymi Bizni gashtirayli. Tatinma. Eling. Ilala. Günlərdə momam akamның uyinin işkini içib qoydu. Pərdini əmdi taqab qoyana, ha? Deymi xanım. Mən hazırlıq elimən. Tatınmay ağac oturun, ha. Gedin hadi. Qani ilala. Hergiz tatınma, ha? Ilala. O'xshabdimi? Sabir, Gulnar pərdini tikib əkəbdikan. Çıxıb görüb baxan sən. Jürə. Ma'qul. Beyxinim, siz birdam o'ltirib turing. Men hazırlik kiraman, ha? Leyli! Hey Leyli! Bu yoqqa kiring, ha? Beyniyədə sizə amıraq bo'lib qoldim. Rahmat. Buni sizga beray. Momam meni haqning narsasini amma degandi. O'zingiz ilib olmadingiz, men sizga sovg'a qildim. Tuting. Rahmat sizga. Adam bormi? Ha, Rayhon kango, qanday ahvolingiz yaxshimisiz qizim? Bu yoqqa kelib qopsiz-ku. Yaxshi. Qani, rahmat. Qani uy kiraylik. Rahmat. Uy kiraylik. Qani. Abdulla akam ko'rinmaydi. Ba, hazırlık O kim bo'ladi? Yo'q. Kimlar edimni chiqamiz. Qahla uni vitilda xudlaydi. Shundaqmi? Ko'r baqay. Rasni sahnada uyda bir qiz bor ekan deydi-ku. Sabirdan boshlab kelgan loyiq o'xshamamdi. Nədim bundaq iş bolsun qızım? Sizlər bilisizlər, Gullar bilan Sabir to'y qilishga putishgan tursa bu mumkinmi deysiz? Sabir! Bu yoqqa chiqma, Rayhon adam bilan ko'rish balam. Teşekkür Rihana'da. Oy, Sadıqan ketdi, Sabir. Bağanzır qaddi qamatli bo'lib ketibsan juma. Seni shundoq ko'gim kelib edi. Seni kepti deb anglab sen bilan alayt ko'rishgili keldim. Rahmat. Gulnar hili uzukni beraman. Oy, bah. Qaltis javob ketibsan bu. Qaraslar, u hammasini seg'inibdi. Bu uzuk bekli chiroyli ekan. Oz deganda necha so'm qolgansa? 500 ga. Oy, rahmat. Hech qisi yo'q. Rasgulnar, mening uyda ozroq ishim bor. Men mang'ashtiray, shunday qilay. Xo'sh, men Amma, qaysingizmi mayli.
Mao Şanganlı xenimni bizning uyda qo'nsinmikin deyman. Siz yaqin narsalarni xushtab qo'yasiz. Sen xotirjam bo'l. Bizning uyga olib beragin. Men erta Astol tijorat ishi bilan Oydin kentiga bormoqchiman. Men mang'ashtiray. Qo'shamsa. Ras Sabir. Mao Moskva pistigi. Bir tumandan ortiq pulga yaraydi. Sen beri, sen alamsa, ha? Yo'q, rahmat. Bo'ldi, olmayman. Unda men manga. Ma'qulamsa. Voy. Qo'shamsa. Rahmat. Xayr xo'sh. Ajab yaxshi oldu. Hadi, şıqla otsuzgu. Yo'q. Gülnar xanımның Sabirga bo'lgan muhabbatini tushunaman. Sabir haqiqatan söýüşke arziydigan er. Ammo men o'zimdagi vasvasani yo'qotishim kerak. Gülnar oq ko'ngil, go'zal qiz. Qo'lidan ish keladi. U mening yordamimga muhtoj. Menmi uning yordamiga muhtoj. Men hissiyotimni tizginlab, o'zimning Shinjongga kelishdagi boshqa maqsadimga qaytishim kerak. Kishini mabdon qiladigan yana bir sahar.天上的一朵花，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，哎，我想对你说句话，古琳娜。我想悄悄地走近你，谁知道踩住了玫瑰花。古丽娜。Gülnar, yani nim bo'ldi? Mo'ngluq naqshingizni anglab, yeningizda yana bir qiz bormi deb qatdim. Mundaqdan. Men kuchugimni o'g'irlab olgan bir qizni saqlayapman. Cho'pchong bo'lgandimi kichik boldek gap qildigansiz. Naqshi ovozingizni anglab, dastlabda kelishga jur'at qilolmagandim. Nemishqa? Gülnar. Qishingizda tasodifiy qizlar bo'lib qolmasin dedim. Quruq gap. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Gülnar. Beshingizni ko'tarib menga bir qarang. Ishonmayman. Sirtli go'zal qizlarning orasida yurib, ko'zlaringiz qamishib ketmadimi? Qandaqsiga? Men har qachon, har zamon faqat sizni sevgandim. Ba'zida sizni sevginib, ko'zlarim qorong'ulashib, ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Rasma. Haqiqatan shundoq. Gülnar, siz mening bo'lg'us ayolim bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman, Sabir. Chu! Beymin xinim! Bugun hali chiqishlarni qilib oldim. Bugun Bo'ston mehmonxonasiga jazman bering. Qarang atoq cho'qqisiga. Chiroyli ekan. Suratga tortib olaychi.
Turib turing, ha? Bu yengin chiroyli bunda yakıncı kelishim. Qizlar, Sabr kep bo'p. yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, Sabi? Qo'yashli kanitik qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Qani kelinglar. Aldırmay çeyli. Jur. Qizlar, qani o'ltiringlar. Uçağınlardaki atlasdan tikilgan bu kiyimlar bek chiroyli ekan. Agar sizga bu rang yarg'an bo'lsa, sizga bir kostyum tikib beray. Usul o'ynag'anni keyin shunda qila olamsiz. Albatta qila olayman. Ammo aranglardan biraylan usulda menga cho'qim jo'r bo'lish kerak. Undaq bo'lsa Gulnar jo'r bo'lsin. Uçağınlardaki bu atlas kiyimlar intayin yarışıptı. Qizchaqlar, o'rninglardan turib yiqinglar. Shinjindagi qaysi bir sorunda mush kiyimlarni ko'rgandek qilaman. Uy, qandoq sundaq bo'ldi. Bizning kiyimlarimiz Shundayman. Bizning kiyimlarimiz ishkirib nemish qilsin. Ko'pchilik, Baymay xonim keldi. Endi degan chiroyli. Chiroyli. Yaxshimisiz? U bu ko'ylakni kiyib Uyg'ur qizlariga o'xshab qopti. Menga shundaq tuyuldi. Bu kiyimning raqtimi atlasgan. Voy, sizninkisi menikiga butunlay o'xshaydi ekan. Qarang. Rasli shundaq ekan Baymay xonim. Sizning raqtingiz bilan bizning raqtimiz o'xshashgan. Shinjongda to'qilgan atlas. Uning ustiga men sizga desam, bu ko'ynikingizni biz laylab, biz tikkan. Rasma, bu bir mo'jiza. Qarang Gulnar, men bu ko'ylakni Shinjin tashqi savdo saroyining import mallar pokidan ag'atdim. Buning markasida Uyg'urcha yozilgan mening ismim bor ekan. Bizning ko'ynikimizning markasi bilan o'xshashgan. Buning ma yaqinlari bilan yangilarini birsi bir az o'zgartibdi. Agar rostli shundoq bo'ladigan bo'lsa, Gulnar, siz men uchun hammadan muhim bo'lib qolasiz. Uyoq kelay, ko'rib boqaylik. Nijat efendi. Yaxshimisiz Baymay xonim? O'tiravering. Yezigilik mashinsozlik zavodida ishlayman degandingiz-ku. Men ishdan sirtqi vaqtlarimda musiqa remote qilishni yaxshi ko'raman. Ishdan sirtqi havaskor ekansiz-da. Bu uy nima degan chiroyliq. Bu tamlarni kim laylagan? Mundaqchil yasab qo'ygandim. Fikringiz bo'lsa, tatinmay ko'rsatib berasiz. Nijat efendi, texchi muhabbatingiz yo'q o'xshamamda. Bizning quyoshli kanatdagi yoshlarga nisbatan muhabbatlashdagi baldur. Menga bir necha og'iz Uyg'urcha so'z o'rgatib qo'ying. Talaffuzimni anglab beqing. Yaxshimisiz? Talaffuzingiz intayin to'g'ri. Yaraysiz. Menga to'liq ismingizni deb bering. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Davatgan gapini qara buning. Tag'a, o'g'lingizni azroqmi tushunmaydi ekansiz? Hay qizim, o'g'limni nima deb tushunmaydikmi? U istiqbolini topsa, mendan pul so'ramaydi, mening pulimni xashlamaydi, ha? Albatta, mobodo u qalandarlik girdog'iga kelib qolsa, men otasi bo'lgandan qarab turmay pul beraman-da. Dada, boy biz deyishgan gapni yaxshiroq o'ylanib beqing. Ay, bo'ldi. Kelinglar qizim, avval bu pologa eg'iz tegayli. Bu bizning qadinasining 30 yildan beri etib kelayotgan mezlik polosi. Uning polosiga Xanzolami bek amroq. Men Xanzolaning ishtiroki bilan uningga o'ylanganman. Shunga hozirgacha polo yeb kelyapman qizim. Tag'a, ashu Xanzoning ismini menga bir aytib bering. Uning ismi Ayshinjang.
O o'lib ketgan. Qandaqda bir yerlik kasalligiga giribdi bo'pti ekan. Tağa, yaş vaqtlaringizda bo'lak xanzo dostingizmi bormidi? Yo'qdi. Ammo Ayshinjang, men va u uchimiz birga turmush kechirgan joylarda intayin cho'nqur do'stlik o'rnatgandik. Eliq kichik Oyshamning keyin nima bo'lib ketganligini bilmayman. Oysham, Sizlar baxt ichida yashayapsizlar, bolalarım. Biz ashu yillarda tatgan kulfatlarni bilmaysizlar. Sizlarga deb kelsam, baribir tushunmaysizlar. Bo'ldilar. Bu gaplarni qilishmay qani tamoq yeyli. Sabir, kasga emas xiyollarni qilma. Jahondagi ishlar sen o'ylagandek unchavala oddiymi emas. Boy tağamning kichik Aysham degani nima gap? Oysham degan, oy muakkili degan ma'noda. Ay, Odatda qizlar qo'yadigan ism. Kichik Oysham degan bir kichik qizning ismi. kichik qizning. Ha, dadam burun bu ismni tilga olmaganda qilyotdi. Asli tutish iqtidoringiz bek tevankan. Dadingizdan pulmi ololmag'daksiz. Men shinjiga bir berib kelmasam bo'lmadi. Shunchalik zo'rurmi? Sizning Quyoshliq kentida ish tavratmaganingiz tasga to'xtag'idek. Men ko'p o'ylandim. Siz Nejat ham Gulnar men bilan Aztola jamiyatni tekshirib ko'ringlar. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Sizga uzum tutay baymakenim. Bekmi yaqinchilik his qilyaptimi? Ketib beqim, shundaq tatliq. Bu ishni shundaq kelishdi qamsa. Bo'ladi. Meningcha baymi Gulnar bilan Nejatni elib Shinjinga opirib ko'zitib kelsin. Sizlar u yerdagi jamiyat kayfiyatini dangsab ko'ringlar. Gulnar, Sabir. bo'libmisiz hammadan bak. Hozirgi zamon moda kiyim konsertlarini ko'p ko'ring. Qarang. Buning sizga yordami intayin ko'p bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin biz dunyoga yuzilinishning yangi yo'nalishini yarata olamiz. Nima? Siz bormamsiz? Men bormayman. Mening bu yerda qiladigan nurg'un ishim bor. Bo'pti. Avval mushu ishni bitiraylik. Andin Abdulla tag'amga iqtisodiy qonuniyatni, fan texnika orqali bir kunda 18 soatlab ishlaydigan jafoliq emgakdan odamlarni ozod qilib bo'ladiganligini tushuntiraylik. Bo'lamdi? Güzelken. Bacakları hem kökrekleri kamlaşkanken. Kiyim giysi yaraşmay qalattı mı? Gülnar, bu qadimki konsert kechiligini Sabirning nomida siz uchun uyushtirgan. Bo'ldi. Jungo Millatlar Madaniyat kentining direktori bizni taklif qilibdi-mi? Shundoq. Zibozimnet moda kiyim konsertiga taklif. Qay direktor?
Milletler Medeniyet kentiga men baramdım yok. Bu yerda ishlar bek to'la. Siz qap qiling. Bo'lamdi. Shunday bo'lsin. Amsa biz mang'ashtiraylik. Xeyr xo'sh. Yaxshimisiz? Xeyr xo'sh. Ularning kiyimlari bek chiroyli ekan. Endi chiqib sirtni aylanaylik. Bo'ladi. Ma'qul. Ayan ko'rdinglarmi? Men sizni aşağıya başlap ekirib, sizning Mona Lisa'da qomatingizni bir namoyon qilaymikin deyman. Nim degan obdan. Ammo bir shartim bor. Siz naqsha aytib bersiz. Naqsha? Yo'q, Xanzo tilida naqsha aytolmayman. Uyg'ur tilida ayting. Bizga keragi puroq ham ritm. Amsi nim naqsha aytay. Hozir Shinjongda eng iqiyotgan go'zal dunyo degan naqshini ayting. Men usul o'ynab beraman. Chiroqlar. Mona Lisa markalı kiyimning bir türü. Bu kiyimning rəxti Şinjangda to'qilgan danglik atlas bo'lib, bu kiyimning layihalaguchisi 22 yoshlik Uyg'ur qizi. Uning ismi Gulnar. Hozir ko'pchilikning anglayotgan naqsini u o'rinlamoqda. Gulnar
Anvar, men dengiz ne'matlarini ko'p yeb qo'yibdiman. Hojatxonaga bormoqchi edim. Bu yerda hojatxona demaydi. Birinchi nomer dedi. Chaqyapsiz-da. Chopsani ayta, birinchi nomer qaysi tarafda? Eshikdan chiqib o'ngga burilib, andan so'lga burilsangiz borsiz. Bildingizmi? Men bilib bormsam bo'la. Senchi, ikki xonimga hamra bo'lg'in, ha? Gülnar xonim, kiyim korxonangizning ko'lami qanchalik, qancha ishchi bor? Gulnar xonim, bu yil necha yoshda kirgansiz? Bu kiyimning bir yurishi zodi qancha pul? Gulnar xonim, ayolimga bir yurish setib beramsiz. Shanjonda moda kiyim ko'rgazmamiz ochmoqchimisiz? Shundoq. Baymay xonim, mening siz bilan to'xtam imzolig'im bor. Yaxshi bo'ldi. Meningcha bu kiyiminglarning raqtining taraqqiyot istiqboli bor. Intayin to'g'ri dedingiz. Bu Atlas degan raqtni men Shinjongda sayohat qilayotganimda tasaddifiy ko'rib qoldim. Do'stim Gulnar loyilagan kiyimlarga mushu xil raq ishlatilgan. Rahmat Baymay xonim. Rahmat sizga Baymay xonim. Hayajonlanib ketganimdan tillarimga gapni kelmay qoldi. Shinjongga kelib to'g'ri qiptimiz. Voy jon. Nejat aka? Nim bo'ldingiz? Anvar. Nim bo'ldi? Hojatxonaga bormabsiz-ku, ha? Bu yerda nadim hojatxona bo'lsin. O'lay dedim. Quruq gaqimay, meni bu azobdan xalos qil. Chidag'ichligim qolmadi. Avu hojatxonaga. Nima? Avu. Qani? O'sha hojatxonami? Ha, sizni oldimidim. Oldisam ish to'p ketay. O'ynashma. Hozir mening olim bak o'sal. Bishim qaytayotgani. Qandoq qilib o'sha oldimizdagi hojatxonaga bosib kirish? Unda siz sakirginingizcha bosib kiring. Astroq. Oshuning hojatxona ekanligiga o'ddi qila olamsan? O'ddi qilaman. Qanam kirmamsan? Qani? Bo'ladi. Alg'a! Bu degan ayollarningki. To'xtab turmay kiray. Men avval kirolay. Bu yerning hojatxona ekanligiga hargiz ishonigim kelmaydi. Attiga Mehmet Yaxabiyan xalqning oliy darajasiga yetganmikin deb qaptiman. Qandoq chiqib ketaman? Ishni echiyotmamsan. Ishchida ilg'ish var, tasingizda echilmamdi. Mushnim ko'mdingizmi? Anvar, buning ishi mehmonxonaga o'xshaydi ekan, ha? Jiro, qo'limizni yuvib chiqaylik. Buni ishildim. Avval bir necha tok mashinasi bilan boshqa uskunlarni ag'ach ketinglar. Men Shanganға berib ota-onamni yo'qlab kelay. Men ularga mushu bir avlod Shinjang yoshlarining qad ko'targanligini aytib, dadamning Shinjangning qurilishiga bir o'lish kuch qo'shishini tashabbus qilaman. Dadam u yerdagi kechirmishlarini hargiz unutib qolmaydi. Nima? Dadangizmi Shinjongda turibdi ekanmi? Shundaq. O 20 necha yil burungi ishlar. Dadam Xongshin dehqonchilik maydonida mol boqqan ekan. O qizitmasi o'rlab turganda ishga chiqib, bo'ronliq yomg'irda qilib, o'rmonchilik maydonida o'lib qolay deganda bir Uyg'ur bovay kelib, uni judib uyiga olib borib qutqizib olgan ekan. Menmi shu yerda tug'ilgan ekanman. 2 yosh vaqtimda dadam Shanganға kelib, bovamning mulkiga varislik qilib ekan. Ammo dadam Shinjongga qaytib to'p qo'shishni izchil niyat qilayotgan bo'lsa-mu, lekin zodili fursat kelmayotdi. Marhamat. Qarang Nejat, bundaq yashasangiz katta xo'jayiniga o'xshab qoldi ekansiz. Gulnar, ekskursiya qilgan sira bildiganlarining bak ozgina his qilyapman. Bu yerda bir necha kun ortiq turishni xohlayman. Anglasam, yezlar boshqarayotgan korxonalar bak jalanib ketibdi. Bu yerga bakmi bag'im bor. Sirtqa chiqib ko'zingiz echilibdi-da. Ammo shuni samingizga sep qo'yay. Bu yerda chiroyli qizlar nayt ko'pgan. Vaqti kelganda qaytib ketamayman yana. Xotirjam bo'ling. Sabir akam shunday kelishgan yigit turibmi? Vaqti kelganda qaytib ketdi-ku. Men Nejat qaytib ketamayman-ma? Sizning Shinjongda sevgan adamingiz yo'q. Qo'yashlik kent vaqti kelganda qaytirib ketamasmikin deyman. Men qizlarga tegmayman. Balki qizlar menga tegadi. Bu shilapa aranchimi yoki ayolchimi? Menga bek obdan keldi qanday qiladi. Rahmat sizga.
Qaraganda ko'zingiz xeyli o'tkir ekan. Nejat, men bilan birga Shanganға bering. Yanama ko'zingiz ochiladi. Shinjongga birga qaytamiz. Andaqda mening obdan yordamchim bo'lib qolasiz. Yuk taqinlarimni ko'tarishib bering, bo'lamdi? Çataq yo'q. Men xizmatingizga tayyor. Mana bundaq. Solga, o'ngga, uqtinglarmi? Tushundinglarmi? Tushundim. Mana bundaq. Eng muhimi belinglarni o'yinchiqqa diqqat qilinglar. Qizchaqlar, kulmanglar. Kulmanglar. Biz Quyoshli kentining birinchi atraf modeli. Biz hozir mashqni boshlaymiz. Mashq jarayonida chiroyinglardan tabassum yog'dirishga diqqat qilinglar. Mana bundaq. Qani amsa, mashqni boshladik. Kelinglar. Kulmanglar da'vatime. Kulmanglar. Yetishib tezroq minglar. Mana mashqda tabassum bilan. To'g'ri. Yaxshi. Yaxshi. Tabassum bilan. Nihoyat iliq chiroy. Yaxshi. Mana mashqda. Yaxshi. Qizlar, kelib yordamlashinglar. Mana. Qo'y. Pek ig'ir keldi. Bo'ldi. Qizlar qarab yiqinglar, bo'lamdiki. Bu tok mashinasi-kan, ha? Pek yaxshi oldi. Mishak chaplayman. Hay, qaranglar, bizning model keldi. Rasman. Gulnar, bizning model qaytib ketdi. Qara, bu ko'ylakni ko'rdingmi? Buni sen kiysang shundoq yaxshi. Qani kiyib baqa. Bo'ldi. Sizlarga yarg'inimning nim foydasi? Asli yigitlarga yarsam bo'ladi. Yaxshimisizlar? Avval menga paqalchikingiz bilan bo'yningizni ko'rsatsangiz, andin yaraysiz. Bu qarmadak, chachlaring qo'yning junga o'xshaydi. Yana mendan tinchliqim kelyapti-da. Yo'qol ko'zimdan. Kechiring. Meni Xudoyim mushtaq yaratgan tursa, menga nima amal qilasizlar? Ketimizdagi g'oyat zo'r yaxshi ish. Bu kentning markaziy rayoni. Meningcha bu birlashma mablag' kiyim-kechak korxonasini mushu yerga qurish kerak. Meningcha yo'ldosh Sabir o'zi qarab bir nima desin. Dehqonchilik mashinalari zavodini kent eg'izidagi bo'sh o'ringa yozsaqmikin deyman. O'ylashib ko'raylik. Lojam, meningcha biz darhol noyilik yer boshqarish idorasiga doklad qilib, ularning taklifimizni qo'llashini qo'lga keltiraylik. Bu yo'ldoshlarning taqozosi. Shundaqla inchki bir xizmat. Biz kuchni to'plab obdan ishlaylik. Xotirjam bo'ling, Sabir. Biz cho'qim yaxshi ishlaymiz. Bizga biroz vaqt ber. Avaylam. Mana tutdi. Tezroq. Sabir, ehtiyot qiling. Tursun, atam telmaq akilib. Gullar. Kiyim-kechak korxonasi taxminan 1 oy ichida xizmat kuchalaydi. Ko'chish xizmatini nihoyat obdan ishladi. Hech qanday chataq chiqmaydi. Obdan bo'ldi. Rasl obdan bo'ptimi? Amsa meni bir so'yib qo'ying. Nim qilyapsiz? Astagfirullah. Hay Gulnar, kipanglarni keng qilishinglar. Mapalabay gilam solamiz qanday? Berkilay. Nimaga vaqiraysa? Adamni xijil qilib ishingizga beravering. Bye. Uy, bye deyishni unutgansiz. Amaliyotda burun yeginib bo'lgan. Biroq deyishni bo'lgan. Bye. Marhamat. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz Gulnar. Rahmat sizga. Dadangizga rahmat. Muhim bir ish bor. Bu qitim kelishimda dadam uning shafqatchisi hekimni tepishimni topildi. Uning ayni chaqda dadam saqlab qo'ygan surti bor ekan. Men uni og'ich keldim. Qani eling. Qarang. Mao kichik qizni tutib o'ltirgan kishi hekim ekan. Dada. Tag'a. Dada.
Qarab beqinga, bu rasmda siz tanıydiganlar barmikin? Men allaqachon qerib, kadın chiqdim balam. Hech kimni tanıyamayman. Hergiz ondaq demang tağa. Qo'lingizdagi bu rasm intayin muhim. Dadam izlayotgan Hekim degan odamni tepishimga balkim sizning yardamingiz bo'lib qolar. Oy, bu mening Xanzo og'inam Ayshinjango. Bu rasmni sizga kim berdi? Xato tanib qolmagansiz, uning ismi Ayshinjan emas. Qandaqmı xata tanıp qalay jenim qizim. Onun yanında balı tutup oltağan yaş bala. Mana men Abdullah emasmı? Onu tanıydı ekan. Qaranglar, öz vaqtida rasmxona 2 parça chiqarib bergandi. Bir parçasını men saqlab qo'ygan, yana bir parçası onun dedi. Dada, siz nemishqa hekimda batılıb qalgan? Qo'lingizni ko'tirib olganim menmi? Ajab qiz bolga o'xshaydi ku. Dadamning ismi Ayshinjan emas. Ayshinjan degene Shinjangni söymen degan ma'nida. Öz vaqtida hammaylar uni shundoq chaqiratdi. Mening ismim Hekimdi. Keyin turmadan chiqqan Hekim degan bir o'ngchi paydo bo'lib qolg'achqa, men ismimni o'zgartib etgan. Hekim tağa, siz onun şefqatsizkensiz. O sizni bekmi sevindi. Men Ayshinjanning yolg'iz qizi. Dadamning deyishcha, men bu mashada tug'ilib tikanman. Aslidagi qiyofatingizga rost o'xshayapsiz. Tağa, kichik vaqtimda meni ko'rib tikansiz-da. Ha, ko'rgan, albatta ko'rgan. Öz vaqtida hammamiz sizga bek amroqdiq. Dadingiz yaxshi odamdi. Biz haqiqiy yaqin og'inlardandiq. U hozir nerede? Shangangda. Shangangda nima ish qilyapti? U shirkatda direktorlik qilyapti. Bu gapga u rostli puldar o'xshamamdi. Tağa, dadamdan sizga ham Quyoshliq kentiga yordam qilg'isi bor ekan. Odam degan o'zgaradi ekan. Shinjongdan ketib, u jiq o'zgarib ketibdi. 28 yil burungi ishlar esimdan hargiz chiqmaydi. O yaxshi odamdi, ammo uningga aytib qo'ying. O Shangangda topgan pulini Shangangda xajlasin. Biz bu yerda tirishdan ikki qo'limizga taynimiz. Hamma nemamiz bor. Xo'sh amsa qizim. Suratdagi men ko'tarib olgan bu bechora omoq qizchaq hargizmi sen emas. Sen kichik chig'ingda hamma odam biladigan juda kechding. Bemekinim, men yordamchidan qandaq ish bor? Manga siz hamra bo'lsangizli bo'ldi. Sabr bilan Gulnarning qiladigan bir talay ishi bor. Bugun kechda men Abdulla tog'amni yo'qlamasam bo'lmaydi. Akaslama ko'rib boqay. Voyey, bu gapcha Baymay ayni chog'dagi kichik Oysham shu kanda. Ayshinjan oxiri bichora Oyshamning palach kesilini saqaytibdi-da. Agar lo'ay bichora Oyshamni akatmagan bo'lsa, hozirgacha qandoqmi qila bo'g'aydi. Baymay xonim bizning uyga kelgan chog'dilar. Men uning Uyg'urlarga o'xshaydiganligini his qilgandim. Menda mo shundaq hissiyat paydo bo'lgan. Biroq og'zimdan chiqaramay yurgandim. Ayshinjan o'z vaqtida og'indarchilikqa bek yaraydi. Ammo hozir u Shangangda beyib, boyvachchiga aylanib ketibdi. Bizda qeyrlarni esidan chiqarib qo'ydi degina. Bo'ldi. Qeyrib bugungi kunga kelganda xalqni yaxshi yomon deyishning bizga hech qanday foydasi yo'q. Baymayning ta'lim demamla, uning kesil saqiyib bir chiroyli qiz bo'pti emasmi? U balkim bu ishlarni uqmaydigan-da. Men ko'p o'ylashdim. Bu sirni u o'zi yeshib olsin. Ayshem, bo'ldi yig'lama. Bu ish to'g'risida qanday fikringiz borligini anglab boqay.
Men kichigimdala chiroyimning Uyg'urga o'xshaydiganligini biletdim. Biroq ismim Beymi edi. Ata-onam bo'lsa Xanzu. Gerçi men Şinjan'da tug'ilgan bo'lsam-mu, Shangangda cho'ng bo'ldim. Shuningdan beri Şinjan'ga kelib bir ko'rib baqqim bor edi. Oxiri keldim. Xuddi o'z uyimga kelgandek bo'ldim. Ammo Shangangdagi ata-onamni bekla yaxshi ko'raman. Yig'lamang Aysem. Gapimni anglang. Mayli siz qaysi millat, qaysi joyning odami bo'ling. Yanıla Şinjan'daki Uygurlarning yaxshi qizi. Shundaqla Shangangdagi Şinjan'ning yaxshi qizi. Qandaq dedim? Gapga bek ustikansiz, shundaq to'g'ri gap qildingiz. Qadrligim Nijat, men siz bilan mangu birga bo'laman. Men siz bilan birga bo'laman. Minik qarab, ashula yaxshi. Ana chachlarini Siz oldiga chiqing. ashula yarashasiz ekansiz. Sizlar Urumchidan kelganlar bilan sahnaga chiqsizlar. Bu sizlarga tunji qatimliq o'rganish fursati. Bu shilapini qanday kiydi? Shunday. Mana bundaq. Ajib yarashdi. Qaranglar ular kiyimlar. Bu qitim muvaffaqiyat qozonsak, Urumchiga boramiz. Beijing, Shanxay, Guangzhou, Shenzhen, hatto Shangang, Tayvangacha berib, kiyimlarimizni bozorga solamiz. U yerning kiyimlari Xinjiang bozorlarini egallab bo'ldi. Bizim u yerning bozorlarini egallashimiz kerak. Xotirjam bo'ling. Biz jazman tomoshabinlarni qo'lga keltirib, kiyim-kechaklarimizni ularni jalb qilamiz. To'g'ri dedingiz. Sofiya, ichingizdagi kiyimni silib o'ting. Undaqda badanim ko'rinib qilib, sap turmamdi. Sofiya, boshqalar bilan koring bo'lmasin. Bo'lmasa kiyimning jalbkorligi namoyon bo'lmay qoladi. Urumchi atrofdagilarga qarab boqay. Bo'ptamsa, ish ko'ynikimni silib o'tay. Yarishibdimi? Yaxshibdi. Bek chiroyli. Chiroyliqmikan? Raqtimi alaydi ekan. Nada ishlangan ekan? Tayvanda ishlangan. Bu qitim ag'ach keldim. Chiroyliqmikan? Rost chiroyli ekan. Bo'pmi sizga? Bek yarishibdi.
Dada, buncha bola egiz yerda nima ish qilib yurdigansiz? Asta. Juring, tushib ketaylik. Ko'zoynigimni bagina. Bir yerlari og'rib ketmagandi, ha? Yo'q. Nima degan xatarlik? Mang'ina. O'zlarini besamaslar. Men intayin memnun holda ko'pchilikka boyqi kiyimlarning loyilig'uchisi Gulnar xonimni tanishtiraman. Bu yoq uning qo'llig'uchisi. Ha, shundoq yarashib ketdi. Yarashdi. Chiroyli xo'p ketdingiz, qarang. Sen top oyna, bırak. Ular to'y qildi, bizchi. Biz endi bitishamiz. Ayşe, bugün bek güzel bo'lib ketibsiz. Qadrligim Gulnar, biz mi o'ynaylik? Ma'qul. Marhamat.